kontionni yaxshi ko'rsangiz, xalqqa vaqt qaytarib olsangiz sizdan bir mo'chan olmaydi, yunfishasi bor degan gapning hammasi quruq gap ekan. Mushunchalar cho'ng korxonachilarning bu odatdagi bir shamoldurg'ichni asli basi 799 qo'ylab 299 qo'yib setayotganini rostla aqlim hayron qoldi. Bir kontionni o'zini 1 mingga olamiz. Haqiqiy elish niyati bor do'stlarimiz 10 tal chiqarib turay. 299 qo'y. Bulanmaydi. Asli qaron 799 ga setilayotgan mahsulot mavjudmi emasmi? 1 yillik bo'shanba har qanday masala ko'rilsa, remont qilmaymiz, balki biraqlam qanday qilamiz? Yengisiga almashtiramiz, shundaymi? Ularning jubojansidan boshqa har qanday yerda 799 qo'ylik bahosida setib olay deb setib olamadim. Shunga men yana amalsiz 299 qo'ylik xalq naf yetkazish bahosida setilishdan boshqa amal bo'lmadi. Endi bu kontionni ichib ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, ichidan bir tal tizginiki, ananki ishiltish qo'llanmasi ishlab chiqarib ijroni bir degandaklarning hammasi to'liq ekan. Ishiltish qo'llanmasini men bir o'qib tafsili tushunib boqay. Ishiltish qo'llanmasini men bir o'qib tushunib qoldim. Abay jibodi degandek, siz meni ishiltib beramaysiz, ko'rilib qolsa sizga 1 yil ichida haqsiz jipingizga almashtirib bermaydigan, balki men avat bersangiz sizga o'xshab avat beradigan. Meni yaxshi o'qib boqsanglar bo'ldi. Endi qaraydigan bo'lsak, men yo'konsiga bir tal mayma tap qo'ymabda shanja va ship qisqa. O'zim maya kirdim. O'zining kunisiga bunlar bilan men yo'konsiga bunlar o'xshashga shuni yo'konsdan oddiy tushuntirib qo'yay. Men basangiz kontiyo KG bo'lgan. Ichildi ya. Shiraqdan birsi yamdi. Endi men so'g'aq shamol ekan, mana so'g'aq shamol. Issiq shamol ekan. Issiq shamol. Mana basangiz 5 to'lg'in ekan kontiyoning. A tarafga, B tarafga to'lg'in ekan. Endi mana bu vaqt to'g'rilashgan, 10 minut, 1 soat, 2 soat, 3 soat deb to'g'rilib bo'lgan. Kontiyoning keyin tarafiga qaraydigan bo'lsak, mana bu shamol kirish eg'izga. Endi boshqa bir bir sandiq bor ekan, ichiga muz solib qo'yilgan. Ichidan 2 tal quti chiqadigan, 2 tal qutiga suv quyib, muz tutib, mana ichiga selib pishirgansiz. Endi men bugun qo'llandiq joy yashab belarim orqali issiq shamoli uyni qizita olamdi, sovuq shamoli uyni so'yita olamdi. Shamol kuchi zodi kuchlikmi, ojizmi? Tok sarfiyati zodi qanday? Har bir inchki nuqtalarcha astoydlik bilan sinab chiqamiz. Amsa pul qashlaydigan sanatlarni menga tashlab berasiz. Faqat yaxshi yurak bilan meni qo'shilib, inkasrayning yo'llarimizda aytib qo'y, filmlarimni davomlashirish uchun menga madad berib qo'ying. Endi eng avval buning o'xshamagan xotdagi shamol kuchini sinab boqaylik. Asaqlab 3-chi xot yechilgan, hozir 1-chi xotdan boshlab sinaymiz. Mana 1-chi xotdagi shamol kuchi hisoblanadi. 1-chi xotning shamol kuchi har sekundiga 6 metrlik surat bilan mangadi ekan. Nayt kuchli deyishga bo'ldi. 3-chi xotda har sekundiga 7.3 metrlik surat bilan mangadi ekan. Shamol kuchi haqiqatan kuchli. Endi bu shamol kuchidan boshqa shamolning gradusini o'lchaydi, 30 gradusga. Amsa biz mana joy yashab orqali buning gradusini o'lchab boqaylik. Chabida chiqdi ya 32 gradus, mana 30 gradus chiqqan. 30 gradus bo'lsa, odatdagi shamol durishlarning shamol gradusi bilan o'xshash chiqadi ekan. Balki ichiga suv quyib, muz quygandan keyin texnik tuvalishi mumkin. Amsa biz buni issiq shamolni sinab boqaylik. 14 dan 46 dabda 10 minutdan keyin kelib o'lchab boqaylik. Yey, ma o'yning ichi tonol ketdi valla. 70 gradus chiqibdi ichi. 100 gradus qim chiqibdi xe. Qiziq shamol chiqishi haqiqatan xili yaxshi keldi-mi? Qishda ishlasak xili rahat o'tardasiz. Endi valla biz mana shu shansning ichiga men muzni selib, ustiga masini qo'yib, o'yni qanchalik so'yta olaydi? 1 soat ichida qanchalik tok yeydi? Shularni kuzatib bir tekshirib boqaylik. Hozir soat qaraydigan bo'lsak 19:35 o'tibdi. Uyning temperaturasini o'lchab oldik. 31 gradus. Ha, temperaturasi. O'xshash 31 gradus. Ancha hozirdan boshlab mang'ulishni boshlab ketaylik, ha. Eng yuqori xotlam ijobatda. Endi makonni qilsa ichidagi muzdan sovuq chiqaradigan kuni qilgan. Buni deb qo'yaylik. Bu jarayonda biz bikat olmay ko'nglisini o'lchaymiz, ha. Ishiltish qo'llanmasi bilan qepining ustida sovuq shamolninki tok sarfiyati har soatiga 50 vattdan deb yozibdi. Lekin bizning o'zir o'lchiginimiz 62 vatt chiqdi ekan, ha mana. 61-62 atrofida. Buning cho'ng masala yo'q. Ancha bak cho'ng farq yo'q ekan, bu normal ekan. Endi issiq shamolning tok sarfiyati 1800 debga issiq shamol chiqarib boqaylik. Issiq shamol rost 1800 mi emas bu? 1800. Buni to'g'ri ekan, ha. Tok iqimi, tok besimi haqiqatan shu uskunning keyindagi go'ngliklar bilan o'xshash chiqdi. Endi biz 1 soat ichida qanchalik tok yeydi shuni sinab boqaylik. Bizning Urumchining tok bahasi 1 kilovatti 4.7 kunga to'rdan tekshirsam. Endi 1 soatdan keyin qanchalik tok sarf qildi shuni sinab boqamiz, ko'rib boqamiz. Ha, mana valla vaqtni to'shib qopti 20 dan 36, ha, naqli 1 soat. Endi hozir o'yning gradusini bir o'lchab boqaylik. 31. Yana bir o'lchaylik. O'xshash 31. Endi mana bu shamol durishning gradusi-chi. Shamol durishning gradusi azroq tushibdi 28 ga. Lekin o'yning gradusi abay qila o'xshashlik abaydan 1 gradus isib ketibdi. Abay 30 gradus bu. O'yni ancha so'ytanmaydi ekan. Endi men go'nglisini ko'rib boqaylik, ha. 72 chiqatmay 60 natida. Go'nglisini to'g'ri o'lchamlik ekan. Endi shu 1 soat ichida qanchalik tok yeydi shuni ko'rib boqaylik, ha. 3 punchalik tok yapti, ha. Tok sarfiyati men aytib tuvan ekan. 1 soat sarf qilgan toki mana telyansi 70 watt ekan, ha. Bu 50 watt deganda men 70 watt ekan. Lekin ancha bak cho'ng farq yo'q. Mana bu asli basi 799 qo'ylik kontiyorimizni sinab oldik. Amaliyotda bu kontiyor emas, odatdagi shamol durush o'xshaydi ekan. Lekin buni issiq shamol chiqarish iqtidori bor ekan. Shamol kuchi bu odatdagi shamol durishlarga o'xshashlar xili kuchli chiqadi ekan. Lekin ular degandek 10
Onun pinpan kichkina o'yinimni so'yitib salqin qilinmaydi ekan. Ichiga qo'ygan man buzning hech qanday unumi yo'q ekan. Tok sarfiyati haqiqatan mushning keyinda yezib qo'yguniga o'xshash to'g'ri chiqadi ekan. Yoz vaqtida ishlasangiz 1 soatiga 3 punktdan tokaydi ekan. Qish vaqtida hisoblab baqdim 1 soatiga 8 punktdan tokaydi ekan. Tok sarfiyati haqiqatan tuvan ekan. Ammo avval ko'rganinglardek yoz vaqtida ishlatgan vaqtda uyning temperaturasini tuvaltishga hech qanday foydasi bo'lmaydi ekan. Odatda shamol durish bilan o'xshash ekan. Vallahi tunugin eng muhim yana bir gapni deyishni unutib qolibdim. Agar bu konteynerni yaxshi ko'rsangiz, xohlagan vaqt qaytarib olsangiz sizdan bir mo'jan olmaydi yunfishansi bor degan gapning hammasi quruq gap ekan. Malni qaytarib o'tgandan keyin sizga aran 12 ko'cha yunfishan to'lab berdi ekan. Lekin bu narsaga 65 koy yunfi chiqadi ekan. Qolgan 53 koy 9 mo'janni o'zingiz yondan chiqarib to'layotgansiz. Cho'ng mal setib olganda ko'proq ehtiyot qilishinglarni umid qilaman. Endi bu ahol mushu butun sonliq ma'lumotni aniq sababin qilib sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Sizlarchi bu asli bahsi 799 koy degan bu konteynerni 299 koy setilishini bor arzimdi ekan. Eng oxirida do'stlar keyingi sonda nimasini qilishini bilmayapman. Intaslarni qoldirib qo'ysanglar, albatta men ketmab bo'lmayman. Yuraklarni ang'ir tushgandan ketmasin, nafaqat.